Milliy sertifikat imtihonida 37-misol trigonometrik tenglamalardan bo'ladi. Ko'pchilik aynan shu savolni ishlolmaydi. Hozir bitta namuna ko'ramiz. Kosinus 5x ni kosinus 5 plus x ga teng deyilyapti. Kosinuslarni tashlab yuborib, 5x ni biz tenglashimiz kerak. Plus minus faqat 5 plus x deb kosinusni davri 2 ta pn qo'shib qo'yamiz. Ana endi biz buni ikkita tenglamaga ajratamiz. Qavsni plusligini bitta ishlab ko'ramiz. 5x teng 5 plus x plus 2 ta pn. Ana shu yerdan x ni bir tomonga ayirganimizda 4x 5 plus 2 ta pn. 4 ga bo'lib qo'ysak 5 taqsim 4 plus pn taqsim 2 bo'lib qoldi. Endi ikkinchisi minusligini ishlab ko'ramiz. 5x teng minus 5 minus x plus 2 ta pn. 6 ta x teng minus 5 plus 2 ta pn. 6 ga bo'lib qo'ysak x teng minus 5 taqsim 6 plus pn taqsim 3 bo'lib qolyapti. Ana endi birinchi savolni o'qib ko'ramiz. Birinchi savolda bizga aytildiki, eng kichik musbat ildizni toping deyilgan. Xo'p, bu yerga n o'rniga 0 qo'ysak 5 taqsim 4 chiqadi. Bu yerga n o'rniga 0 qo'ysak minus 5 taqsim 6 chiqadi. Manfiy chiqib qoldi. Endi 1 qo'yib ko'ramiz. 1 qo'yib ko'rganda, xo'p, 1 qo'yganimda bu yerda nima bo'ldi? P taqsim 3 minus 5 taqsim 6 bo'ldi. Bunga 2 tadan makhraj berganimda 2 ta p minus 5 taqsim 6. Endi taqqoslayman. 5 taqsim 4 kichkinami yoki mana shu 2p minus 5 taqsim 6 kichkinami? P ni o'rniga 3.14 qo'ysak 6.28 taxminiy qiymat, 5 ga ayirsak 1.28, 6 ga bo'lsak 0.2 dan sal kattaroq son. 5 ni 4 ga bo'lsak esa 1.25. Demak, eng kichkinasi mana shu yerdan hosil bo'lar ekan. 2p minus 5 taqsim 6 degan yechim to'g'ri bo'ladi birinchisiga. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Xo'p, 0.90 oraliqda nechta ildizga ega? 0 p taqsim 2 oraliqda. Demak, bu yerga 0 qo'yganimizda 1.25, 5 taqsim 4 oraliqqa tushadi, chunki p 3.14 2 ga bo'lganimizda 1.57 bo'ladi. 1.25 orasiga tushadi. Bitta yechim bor ekan, x1 teng 5 taqsim 4 bitta. Ana endi bunda yechim chiqmaydi. Qolganlari oshib ketadi undan. P taqsim 2 dan oshib ketadi. Bu yerlarga son qo'yganimizda endi ikkinchi ildiziga son qo'yganimizda 0 qo'ysak bo'lmaydi. 1 qo'ysak ildizi bo'la olyapti. 1 qo'yganimizda boyagi yechim chiqadi. 2 ta p minus 5 taqsim 6 bu ikkinchi ildizi oraliqqa tushadi. Uchinchi ildizi esa xo'p, endi bu yerga 1 qo'ydik, 2 qo'yib ko'rganimizda 2p taqsim 3 bo'ladi. 2 tadan makhraj bersak 4p minus 5 taqsim 6. Bu ham tushadi. 3.14 4 ga ko'paytiramiz, 12 dan oshadi. 5 ni ayiramiz, 7 butun nechidir bo'ladi? 6 ga bo'lsak, bemalol 1 butun nechidir? 1.57 ga yetmaydi. Bu ham bitta ildizi bo'la oladi. Natijada 3 ta ildizi mavjud bo'ladi. Qolganlari chiqib ketadi endi.